Ya assalomu alaykum va rahmatulloh barakatuh. Aka opa singillar, zo'rmisizlar, yaxshimisizlar? Sariqo'yda ishqibozlari, muxlislari, qandaysizlar, zo'rmisizlar? Mana xudo xolasa yana video kontentlarni boshladik asta-sekin. Bir xillar nimaga ko'rinmay qoldingiz deyapti. Bizda svez yaxshi ishlamayapti. Mana yog'ingarchilik yomg'irlardan keyin svez to'lqinlari o'shib qolgan, tog'ning ichida yaxshi ishlamay yetib qolyapti g'uborga. Xudo xolasa yana shu biz mehnatda shu chorvani orqasida mana yoz keldi, soz keldi deb shuni aytishadi. Mana hamma taraf so'rg'ayib qolgan, qurab. Manzaraga bitta baho berib qo'yasizlar. Pistani ichigamiz biz. Bu küçük bachchalar. Pistalarimizni ham bugurib tashashibdi, lekin atak bironta pista yo'q daraxtda. Atak bunisiga ham shunaqa holat. Pistani bir 80% bugurib ketdi. 90% ham deyaveraylik. Mana bironta daraxtda pista ko'rinmaydi. Nihoyat xayriyat bunisi bor ekan, bunisi ham pistasi puchalab g'ovjirab qolgan bilan to'g'aryapti. Mana bir xillar pistani qanday qilib buguradi, nima bo'ladi deganlarga layfhak deydimi, nima deydi buni? Mana shunaqa bo'lib qoladi. Pistani o'zi asli holati bunday to'la bo'lib chiqadi, ichini don bilan to'ldiradi. Bu esa issiqdan shamol aynalmaganiga bukka mana unday bo'lib puchala bo'lib qoladi. Ichi qurib puchala bo'lib qoladi. Mana bularni ham shu ahvol. Mana bunisida ham shu ahvol. Bular sal yaxshi, baribir bor. 10%, 15%, 20%lari bor. Bargini to'kib bir xilni. Bir xilni don to'kmasa ham bargini to'kib yuryapti issiq. Bu barigidan ham ketib boryapti. Puchala, doni ham puchala bo'lib qolyapti mana. Shunaqa gaplar. Mana buni barigini, donni ham to'kib yuborishgan, barigi ham to'kilib boryapti bu bechorani. Mana pistalar to'kilib yerda yotibdi. Barigini to'kib tashashgan. Bunda ham shu ahvol mana. Va hokazo shunday gaplarda. Qo'ylarimiz mana pistani ichidan, soyda ichidan kelyapti o'tlashib. Mana shunaqa voqealar. Xudo xolasa bu yerga ham 2 kun, 3 kunlik kunimiz qoldi bu yerdan ham. Xudo xolasa astagina bu yerdan ham surib boramiz.